2020 yılı 6. ayının 21. günü, şundaqla yakshanba günü. Biz 21. asrdagi eng haybatlik bir qitimliq olqismon kun tutilishini kutib olamiz. Bu qitimliq tutilishni butun mamlakatning har qaysi joylarida o'xshashla kuzatgili bo'ladi. Balkim nayt ko'p kishilar bu qitimliq kun tutilishning muhimligini his qila olmasligi mumkin. Bu bir qitimliq nayt oz ko'riladigan olqismon kun tutilish bo'lib, bizning butun umrimizda hargiz qo'ldan berib qo'yishga bo'lmaydigan astronomik hodisa. Dal mush kun yana Otalar bayramidan iborat bu muhim bayramga ulanib keldi. Agar qo'ldan berib qo'ysangiz, yana qancha yil saqlashingizni bilmasligingiz mumkin. Qani biz tuvanda kun tutilishning qanday shakllanganligini ko'rib boqaylik. Kun tutilish bo'lsa, Oy shari orbitlik aylanib Quyosh bilan Yer shari orasiga kelganda yuz beradigan hodisa. Oy shari Quyosh tarqatgan nurning Yer shariga yetib kelishini qisman yoki butunlay to'sib oladi. Olamda garchi Quyoshning diametri Oy sharidan 400 assa cho'ng bo'lsa-mu, lekin Quyoshdan Yer sharigacha bo'lgan oraliq Oy sharidan Yer sharigacha bo'lgan oraliqdan 400 assa yiroq. Shu sababdan bu ikki osmon jismi bizning osmon bo'shlig'ida qarmoqqa o'xshash cho'ng kichiklikda ko'rinadi. Oy shari bilan Yer sharining harakat orbitasini oldin bilgili bo'lganlikdan astronomlar tutilishning qachon yuz beradiganligini bilalaydi. Undaqda nimishqa kun tutilish har oyda yuz bermaydi? Chunki Oy sharining orbitasida doim janubdan shimolga muayyan nisbatda eg'ish bo'lganligida, Oy Quyoshni to'sib olgan vaqtda Yer sharida ikki xil soya hosil bo'ladi. Bir xili bo'lsa kichik ham qora soya bo'lib to'liq soya deb ataladi. Yana bir xil bo'lsa texmi cho'ng soya bo'lib yarim soya deb ataladi. Kun tutilishning jami 4 xil shakli bor. Birinchi xili, ya'ni eng oson ko'zatkili bo'ladigini bo'lsa, kunning to'liq tutilishi bo'lib, Oy shari Quyoshning sirtqi yuzini butunlay to'sib olganda yuz beradi. Agar siz butun soya rayonida turgan bo'lsangiz, unda siz kunning to'liq tutilishini ko'ra olasiz. Aksiya yarim soya rayonidagi kishilar faqatla kunning qisman tutilishini ko'ra oladi. Mana bu ikkinchi xil kun tutilish. To'liq tutilish balbig'ining sirtida turib kun tutilishni ko'rgan vaqtda Oy shari hamon Quyoshning markaziy rayoniga to'g'ri kelmaydi hamda Quyoshni butunlay to'siy olmaydi. Uchinchi xili bo'lsa kunning halqasimon tutilishi. Bu xil hodisa Oy shari bevosita holda Quyoshning oldidan o'tganda yuz beradi. Lekin to'liq tutilish bilan o'xshamaydigini, bu vaqtdagi Oy shari intayin kichik bo'lib, butun Quyosh yuzini to'siy olmaydigandek ko'rinadi. Oy sharining orbitasi bo'lsa ellips shaklda. Shunga ba'zi vaqtda Oy shari bilan Yer shari orasidagi oraliq intayin yaqin, lekin yana ba'zida nihoyat yiroq. Eng oxirgi bir xil bo'lsa to'liq halqasimon tutilish. Bu Oy sharining o'rni Yer shari bilan Quyosh orasidagi bir tamponliq nuqtasida turgan vaqtda yuz beradi. Bu vaqtda Yer sharining o'zidagi agirlik darajasi ta'sir ko'rsatadi. Bu Oy sharining Yer sharidagi ma'lum rayonlar bilan bo'lgan oraliqi nihoyat yiroq bo'lishini keltirib chiqarib, tutilish liniyasini bo'ylagan rayonlarda halqasimon tutilish shakllantiradi. Aksiya Yer sharidagi yana ba'zi rayonlarda Oy shari bilan Yer sharining oraliqi nihoyat yaqin bo'lganlikdan, Oy shari Yer sharini butunlay to'sib, kunning to'liq tutilishini shakllantiradi. Garchi Yer sharidagi ma'lum joylarda kunning to'liq tutilishi har yilda yoki har 2 yilda bir qatim ko'rilsa-mu, lekin ba'zi alohida o'rinlarda taxminan har 400 yilda bir qatim kunning to'liq tutilishi yuz beradi. Garchi kun tutilishining butun jarayoni necha soat davomlashsa-mu, lekin butun tutilish paydo bo'ladigan vaqt 3 minutdan eshib ketmaydi. Kun tutilgan vaqtda hayvonot va o'simliklarning odatlaridami o'zgarish yuz beradi. Qushlar sayrashdan to'xtaydi, hasharotlar chirildashga boshlaydi, hatto gullarmi ko'zini yumib oladi. Biz kunning to'liq tutilishini doim ko'ra olmaymiz. Oy shari har yili 3.8 santimetrlik sur'atda Yer sharidan yiroqlashyotadi. Taxminan 1 milliard yildan keyin Oy shari butunlay Yer sharining orbitasidan qutuladi. U yana Quyoshni to'siy olmaydi. Shuning bilan kun tutilish hodisasi yana paydo bo'lmaydi. Bo'ldi. Bu qitimliq mazmun oxirlashdi.